Nega insonlar gormonal dori iste'mol qilishni xohlashmaydi? Revmatologik kasalliklarning juda ham ko'pchiligi bu surunkali xarakterdagi autoimmunniy yallig'lanish bilan kechadigan kasalliklar hisoblanadi. Bunday holatda biz bemorlarga glukokortikosteroidlar, ya'ni gormon terapiya bilan davolaymiz va bunda asosan bemorlarning shikoyatlari ushbu gormonal doridan qanday qilib chiqib ketsam bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Omonov Bekzod Hasanovich, 8 yil tajribaga ega Hilol Med Center klinikasi revmatolog kardiolog shifokoriman. Bu videoda bemorlarni gormonal dorilardan qanday chiqish haqida gaplashamiz. Menga juda ham ko'p murojaatlarda asosan bemorlar tashxis qo'yilgandan so'ng ularga davo muolajalari yozilayotgan paytda gormonal dori yozilganda bemorlarimiz e'tiroz bildira boshlashadi. Ya'ni menga doktor iloji boricha gormon dori yozmang. Men ushbu dorini olishni xohlamayman yoki ushbu dorilarni iste'mol qilmayman degan murojaatlar juda ko'p bo'ladi. Sababini so'raganimda asosiy sababi bu ortiqcha vazn bo'ladi menda. Ya'ni semirib ketaman ushbu doridan degan qo'rquv bo'ladi yoki yana shunaqa holat bo'ladiki, gormon dori bu eng oxirgi etapdagi dori. Bu dorini qo'llagandan so'ng men boshqa dorilar menga ta'sir qilmaydi degan qo'rquvlar bo'ladi. Yana bir qo'rquv bu bemorlarimizda gormonal dori fonida menda suyak yemirilish kasalligi kelib chiqar ekan degan qo'rquvlar. Bu bemorlarimizda kuzatiladigan eng ko'p shikoyatlar. Xo'p, endi shuni aytib o'tib ketishim kerakki, agar bemorimizga gormonal dori yozadigan bo'lsak, bu asosan ushbu kasallikka berilishi kerak bo'lgan turdagi dori hisoblanadi. Yana qaytarib aytaman, gormonal dorisiz revmatologik kasalliklarni, ayniqsa autoimmunniy xarakterdagi revmatologik kasalliklarni davolash mumkin emas. Xo'p, demak, biz gormonal dori berishimiz kerak ekan bemorga. Bemorimizda esa bu qo'rquvlar bor. Avvalo gormonal dorini bemorga nima ish qilishini tushuntirishimiz kerak. Bemorlarimizga gormonal doridan berishimizdan maqsad bu bemordagi kasallik faolligini pasaytirish, ya'ni yallig'lanish o'chog'ini pasaytirish, kasallikni bemorga beradigan asoratini oldini olish. Gormonal dori o'zi aslida bemorga qachon berilishi kerak? Gormonal dori bemorga buyurilganda kunning birinchi yarmida buyurilishi kerak. O'shanda biz birinchi gormondan paydo bo'ladigan asoratlarni oldini olgan bo'lamiz. Sababi insonlarda buyrak usti sohasida buyrak usti bezi deb ataladigan a'zo bor va ushbu a'zoda gormonal mahsulotlar ishlab chiqariladi. Endi kimdir bo'g'im shamollash kasalligiga chalinib qoldi va bunday holatda bemordagi kasallikni turidan va uni faolligidan kelib chiqqan holatda gormonal dorini buyurishimiz kerak. Va bemorga gormonal dorini buyurayotgan paytimizda biz kunni birinchi yarmida berishimiz kerak deb aytdik. Nima sababdan? Chunki bizda tekshirilganda o'sha insonlarda buyrak usti bezi to kunni birinchi yarmi, ya'ni 12 gacha, 11-12 gacha ishlaydigan a'zo ekan. Demak, o'sha buyrak usti beziga yordam tariqasida biz gormonal dori beryapmizmi? Kunni birinchi yarmigacha bersak, birinchidan kasallikni davolashda ancha effektivligi oshadi. Ikkinchidan, gormonal dorini bemorga beradigan zararini ancha oldini olgan bo'lamiz. Gormonal doridan men semirib ketaman degan savolga javob beramiz. Aslida gormonal dori hech qachon insonni semirtirmaydi. Balki gormonal dorilar organizmdagi metabolizm jarayonini tezlashtirib yuboradi. Metabolizm jarayoni nima degani? Masalan, biz ertalab ovqatlandik, ya'ni choy ichdik va endi avtomatik ravishda soat 12 da obed qilamiz. Bu degani oshqozonda o'sha biz iste'mol qilgan ovqat mahsuloti 4 soat davomigacha parchalanmasdan, ya'ni metabolizmga uchramasdan turadi. Endi gormonal dori iste'mol qilgan insonda esa shu jarayon tezlashib ketadi va bemorimiz 9:30-10 ga borib o'zi och qolib qoladi va o'zi bilib bilmagan holatda borib ovqatlanib keladi. Xuddi shu holat endi hamma bilan o'tiradi, 12 ga borib
ovqatlanadi va soat 3 ga yana uni qorni ochadi va 3 ga borib yana ovqatlanadi. Kechga borib hamma bilan birga, uydagilar bilan birga o'tirib ovqatlanadi va qarabsizki, bir kunda o'sha bemorimiz 5-6 mahal ovqat yeydi. Va bunday holatda ishtahasini ochilishi hisobiga ko'p miqdorda ovqat yeganligi uchun semirish paydo bo'ladi o'sha bemorda. Bemorimiz esa mana shu gormonni iste'mol qilayotganligim uchun semiryapman degan noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Ana shuning uchun nima qilish kerak? O'shanday holatda bemor agar gormonalniy dori iste'mol qilayotgan bo'lsa, unda u oshqozonini aldash kerak. Ya'ni 9:30 onda qorni ochib qoldi. O'shanda borib ovqatlanmasdan, balkim bir dona olma yoki ozgina salat iste'mol qilsa, u oshqozoniga o'sha moment nimadir tushsa, bo'ldi. U semirmaydi inson. Ya'ni ortiqcha vazn bemorga kelib chiqmaydi. Va siz qo'rqadigan ortiqcha vazndan xalos bo'lasiz. Bunga, ya'ni gapimga isbot tariqasida shuni aytib o'tishim kerakki, bizda bo'g'im kasalligi bilan bir necha xil turdagi bemorlar davolanadi. Masalan, 20 dan yoki 40 dan ortiq bemor davolanadi. Va ularni agar siz ko'radigan bo'lsangiz, hammasini vazni har xil. Lekin ularni hammasi gormonalniy dori iste'mol qiladi. Agar gormonalniy dori bemorni semirtirganda edi, hamma inson bir xil vaznda bo'lishi kerak emasmidi? Ko'rdingiz-a? Qaysidir bemor shu jarayonga, shu nimaga amal qiladi, qaysidir bemor esa bunga amal qilmaydi va amal qilmagan bemorda esa ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Ikkinchisi, hozirda juda ko'p bemorlar qo'rqadigan savol, ya'ni men gormonalniy dori iste'mol qilsam yoki gormonalniy dori qabul qilsam, bu eng oxirgi etapdagi dori ekan. Bundan keyin menga boshqa dorilar ta'sir qilmaskan degan qo'rquv bor. Bu juda ham noto'g'ri tushuncha. Aslida gormonalniy dorilar bemorga hayot faoliyatini saqlab qolish uchun juda muhim. Masalan, birorta bemor hushidan ketsa va qon bosimi juda ham past bo'lib ketsa, biz unga birinchi etapda nima qilamiz? Gormonalniy dori beramiz. Sababi uni hayot faoliyatini tezroq tiklab olishimiz kerak. Ikkinchisi, masalan, qaysidir bemorimiz ma'lum bir mahsulot yeb qo'ydi yoki nimadir dori unga reaksiya berdi va sirazi bemorimizda shok holati yoki bo'lmasam allergik holat kuchaydi. Allergik holat kelib chiqdi. U bemorga ham birinchi nima qilamiz? Gormonalniy dori beramiz. Sababi ushbu holat, allergik holatni asoratini tezda qaytarish uchun. Mana ko'ryapsizlarmi? Gormonalniy dori hech qachon oxirgi etapdagi dori emas ekan. Ya'ni o'sha dorini qabul qilgandan keyin ham inson boshqa turdagi dorilarni yana olishi mumkin ekan. Endi boyagi 3-chi qo'rquv, ya'ni men gormonalniy dori iste'mol qilsam, gormonalniy dori qabul qilsam, menda suyak yemirilish kasalligi kelib chiqadi degan qo'rquv. Bu savolga ham javob berib o'tib ketay. Xo'p. Agar bemorimiz gormonalniy dorini kasallik faolligidan kelib chiqmagan holatda va ortiqcha dozada qabul qilsa yoki juda uzoq vaqt noto'g'ri tartibda qabul qilsa, albatta suyak yemirilish kasalligi kelib chiqishi mumkin. Xo'p, bu narsani quyidagicha tushuntiraman. Masalan, bir bemor shifokorning oldiga keldi va bemor unga gormonalniy dori tavsiya qildi. Deylik, 4 ta tabletka gormonalniy dori iste'mol qilasiz deb buyurdi. Xo'p, bemorimiz dorini ichishni boshladi va shifokor unga aytdiki, har 2 oyda ko'rikka keling hamda maxsus tekshiruvlardan o'tib turing. Sababi gormonalniy dorini sizga ortiqcha berib yubormasligimiz uchun, ortiqcha dozada siz qabul qilmasligingiz uchun bu juda muhim dedi. Lekin bemor shifokor aytganini qilmadi va 1 yil oradan 1 yil o'tgandan so'ng shifokorning oldiga keldi. Va bemor shifokorga qarab, "Doktor, men siz aytgan hamma dorini ichib yuribman. Lekin menda yaqinda o'zimda, shahrimda, viloyatimda yoki tumanimda tekshiruvdan o'tganimda suyak yemirilishing bor ekan deb aytishdi. Siz menga gormonalniy dori tavsiya qilgansiz. Demak, shundan kelib chiqqan menga deb shikoyat qilib keldi.
Ana endi o'sha bemorimiz 1 yil davomigacha gormonal dori iste'mol qilib yuribdilar va xuddi biz boya aytgandek 4 ta tabletkada qabul qilib yuribdilar. Endi sizga savol. Bu bemor gormonal dori ichishni boshlagandan keyin kasallik faolligi pasayadi deb aytdik. Demak, 2 oydan so'ng uni ahvolida yengillashish bo'ladi va bemor nima qilish kerak edi o'shanda? Shifokorni ko'rikka kelib, agar ahvoli yaxshilangan bo'lsa, analizda ko'rsatkichlari normaga yaqinlashgan yoki norma bo'lsa, ichib turgan gormonal dorisini kamaytirish kerak edi. Ana o'shanda bemor ortiqcha doza iste'mol qilmaydi va u o'ylagancha yoki unda kuzatilgandek suyak yemirilish kasalligi kelib chiqmasdi. Demak, xato bizda o'z vaqtida kelib tekshiruvdan o'tmaganligimiz uchun bo'lyapti. Ya'ni ortiqcha turdagi dozani qabul qilib yurganimiz uchun bo'lyapti. Endi asosiy masalaga kelamiz. Ya'ni biz bemorga tashxis qo'ydik va ushbu tashxis asosida bemor gormonal dori iste'mol qilish kerak ekan. Xo'p, bemor gormonal dori iste'mol qilishga rozi bo'ldi. Ana endi bemorda eng asosiy savol, ushbu doridan men chiqib keta olamanmi? Xo'p, sizga ishonch bilan 100% kafolat berib ayta olamanki, agar sizga gormonal dori buyurilgan bo'lsa va u to'g'ri tartibda, to'g'ri dozada buyurilgan bo'lsa, siz har qanday bo'g'im kasalligida gormonal doridan chiqib ketishingiz mumkin. Lekin buning uchun siz avvalo shifokor bilan doimiy kontaktda bo'lishingiz kerak. Biz yuqorida aytib o'tdik, bemorga gormonal dori buyurildimi, har 2 oyda umumiy holatini bilib turishimiz kerak. Xo'p, endi gapimni isbot sifatida shu narsani aytib o'tamanki, gormonal doridan chiqish mumkin deb. Xo'p, sizni men birinchi marta ko'rdim va sizga 6 ta tabletka gormonal dori ichishingiz kerakligi haqida aytdim. Xo'p, endi siz savol beryapsiz, ushbu doridan men chiqishim mumkinmi? Men sizga aytayapmanki, albatta mumkin deyapman. Buni isbotlab beraman bir so'z bilan. Qarang. 2 oydan keyin keldingiz meni ko'rigimga. Siz analiz ko'rsatkichlaringiz yaxshi. Umumiy holatingiz ham yaxshi. Demak, men sizga gormonal dorini 6 tadan 4 taga tushirishga harakat qildim. Va 4 ta tabletkaga tushasiz, sxema holatda dedim. Xo'p, yana 2 oydan keyin keldingiz. Umumiy holatlaringiz umuman oldingisidan ham ancha yaxshi. Va men yana sizni 4 ta tabletkadan 2 ta tabletkaga tushirdim. Endi bitta o'ylaymiz, ya'ni fikrlaymiz. Demak, 6 ta tabletkadan 2 ta tabletkagacha tushish mumkin ekan. Nega 2 ta tabletkadan 0 taga tushish mumkin emas? Mantiqan o'ylasak, buni iloji bor-ku. To'g'rimi? Demak, siz 6 tadan 2 taga tushyapsiz-ku. Agar siz gormonal doridan chiqa olmaganingizda edi, sizni 6 tadan 4 taga tushirmasdim. Doimiy 6 ta ichib yurasan deb aytaman. Lekin unaqa demayapman-ku. Ma'lum bir vaqtdan so'ng 6 tadan 4 taga, ma'lum bir vaqtdan so'ng 4 tadan 2 taga tushasiz deb aytayapman. Nimaga qarab aytayapman? Umumiy holatingizdan kelib chiqib, sizdagi kasallik faolligidan kelib chiqib aytayapman. Va ushbu faollik agar bemorda butunlay so'nsa, ya'ni ma'lum bir davo muolajalaridan so'ng albatta, siz albatta ushbu gormonal doridan chiqishingiz mumkin. Va buni sizga eng to'g'ri yo'lini revmatolog shifokor ko'rsatib bera oladi. Shu o'rinda sizga yana bitta ma'lumot aytib ketishim kerak. Gormonal doridan chiqishda bemorlarda kuzatiladigan asoratlar. Ba'zi bir bemorlarimiz umumiy holati ma'lum bir vaqt gormonal dori iste'mol qilgandan so'ng yaxshi bo'lib qoladi va shifokor bilan maslahatlashmagan holatda gormonal dorini to'xtatadi. Endi shu joyda bemorlarda kuzatiladigan, biz meditsina tilida aytiladigan sindrom atmena deydi. Ya'ni gormonal dorini birdaniga to'xtatish kasallik jarayonini avj olib ketishiga olib keladi. Bunda qanaqa bo'ladi? Biz boshida aytib o'tdik, buyrak usti bezida gormonal mahsulotlar ishlab chiqariladi va biz ichayotgan gormonal dori ushbu bezdan ishlab chiqariladigan gormonal mahsulotga yordamchi sifatida ishlatiladi.
Endi biz tashqaridan gormonal dori iste'mol qilganimizda buyrak usti bezimiz dangasa bo'lib qoladi va u gormonal mahsulot ishlab chiqarmay qo'yadi. Endi qarang, biz gormonal dori iste'mol qilyapmiz. Hali kasallik jarayoni bizda to'liq muzlamagan yoki to'liq remissiya davriga tushmagan va biz umumiy holatimizdan, ya'ni og'rig'imiz yo'q, shishimiz yo'q va har kuni yaxshi harakat qilyapmiz. Shundan kelib chiqqan holatda endi men yaxshi bo'lib qoldimki deb o'ylab, gormonal dorini reska to'xtatib qo'yamiz. Va bunday holatda anu buyrak usti bezi ham ishlamayapti, tashqaridan ham gormon tushmayapti. Kasallik hali uxlamagan, sirazi qo'zg'alib ketadi. Va ana unaqa bemorlarda xuddi kasallik birinchi marta boshlanganda qanaqa avj olib, qanaqa og'ir holatdagi shish yoki og'riqlar bilan boshlangan bo'lsa, xuddi shu holatga qaytib qoladi. Eng achinarlisi, siz shuncha vaqt qilgan ishingiz umuman samarasiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun gormonal dorilardan chiqishda eng avvalo shifokor bilan maslahatlashgan holatda umumiy holatingiz va analizlaringizning natijasidan kelib chiqqan holatda sxema ravishda chiqqaningiz bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Agarda siz gormonal dorilardan chiqishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga bog'laning va men sizga ushbu doridan chiqishni to'g'ri tartibini tushuntirib beraman.